Tadbirlik eshak. Tadbirlik degan aqlliq degan gap, a? Aqlliq eshak desakmi bo'ladi. Bir eshak o'tloqdan nihoyat xotirjam holda o'tlardan huzurlanib, am, am, am qilib toza o'tayotsa, bir ochko'z bo'ri paydo bo'libdi. U sho'lgaylarni iqitgan holda eshak qadash deb inoq kelibdi. Eshak buni ko'rib nihoyat qo'rqibdi. Nim deysa debdi. Bo'ri nihoyat ilgirlik bilan eshak qadash, sening doğran manga doğru bo'p, sening go'shing manga doğru bo'p qoldi. Men seni bir yeymiki deyman. Xapamaysan, ha? debdi. Eshak buni anglab baq qo'rqibdi, lekin darhol aqlini ishlatibdi-da. Voy isit, sen bir meni versen bir isil nazimatlarning nima ekanligini bilmay qolsan. Şuna sen meni yemaydi. Ang başta ma'u dadam qoldirgan bir xat bor. U qara, oq putimning orliqida. Ko'rdingmi? debdi. Shuning bilan bo'ri darhol niyatida yenib. Ha, bo'ldi. Unda bo'lsa shu xatni bir ko'ray. Ondan keyin seni yesam bo'ladi, debdi. Shuning bilan u bo'ri eshakning to'qininki yana shunda kelishiga eshak chichanshig'an beti bo'rini bir tepibdikan. Ey Hannas! Bo'rining quliqidan o't chiqibdi, osmonga bir ko'tarilib yerga bir tushib vaqqa tushib o'libdi. Shuning bilan bu eshak bo'ridan qutulibdi.